Eyyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Carter Minecraft. Bugungi videomizda men sizlar uchun top 5 ta horror modlarini tavsiya beraman. Yeyishga nasib oling va qulayroq joylashib oling. Videoni men boshladim do'stlar. Do'stlar, top 5-modimizda Jenny Dweller modi egalladi. Hozir men sizlarga uni ko'rsataman qo'yib. Va hozir qo'yaman do'stlar. Mana qo'ydim. Ko'rib turganingizdek bu shunday. Agar siz Minecraftda Vijivaniyada bo'lsangiz, bu sizni bittada uradi va o'lib qolasiz. Bu kechki paytlar to'satdan paydo bo'lib qoladi. Shunga siz qo'rqib ketishingiz mumkin. Bor yo'g'i mod haqida ma'lumot shu xolos edi do'stlar. Keyingi modga olg'a. Mana do'stlar, top 4-modimizga keldik. Bu mod, ya'ni o'sha artefakt ishlatgan mod, mimik modi. Men sizlarga hozir uni qo'yib, qandayligini ko'rsataman do'stlar. Hozir mana bu yerga qo'yamiz va mana uning ko'rinishi xuddi shunday. Endi esa top 3-modimizga let's go do'stlar. Top 3-modimizni ko'rsatishimdan oldin sizlardan iltimos qilib so'rayman, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Agar videomizda like'lar juda ham ko'p bo'lsa, men yana shunday modlarni obzor qilaman. Bu top 3-modimiz esa do'stlar artefakt ishlatgan mod bo'ladi, ya'ni o'sha Damned modi. Hozir uni qo'yib sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, xuddi o'sha. Endi esa top 2-modimizga olg'a. Hop do'stlar, mana top 2-modimizga ham yetib keldik. Top 2-modimiz Pale Hound modi bo'lib, bu modda hali hech kim foydalanmagan. Men sizlarga uni hozir qo'yib ko'rsatib beraman do'stlar. Mana qo'limdagi tuxum uni paydo qiladi va mana do'stlar uning ko'rinishi. Bu kechki payt to'satdan paydo bo'ladi va sizni o'ldiradi. Endi esa top 1-modimizga do'stlar. Mana do'stlar, top 1-modimizga ham yetib keldik. Top 1-modimiz Wendigo. Bu modda ham hali hech kim foydalanmagan, lekin men sizlarga ko'rsataman. Qo'limdagi tuxum uni paydo qiladi. Mana do'stlar, u paydo bo'ldi. Aytgancha do'stlar, bu modlarni siz mening Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Telegram kanalimga silkasi kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana do'stlar, Wendigoning ko'rinishi. Juda ham qo'rqinchli do'stlar. Mayli do'stlar. Mana do'stlar, videoning oxiriga ham yetib keldik. Sizlar bilan Carter Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.